bir hadimiz telefon qilibdi. Jinim ukam mening yo'ldoshim bilan bir yarashtirib qo'ygan bo'lsangiz, o'tinib qilay bana bir yordam qiling deb. Ya jinim, hada men sizni tonimisam, bu qanday yordam qilaman sizga desam, yo'ldoshim sizni taniydi, filmlaringizni ko'rdi, sizga bir qoyil. Biz to'g'riliq bir film tatib bir ishlab bergan bo'lsangiz, siz mening eng oxirgi umidim deb yig'lab bir to'kilib ketib bordi, as qilib shunda. Bo'ldi hada deb bu adamimizdan ko'rishdim bugun. Ko'rsam nima ish bo'ldi edi? Qanday bo'lib ajrashib bu turmushinglar nima uchun unamayotdi deb so'rdim-ku. Men bir oddiy oila ayoli deydi bu adamimiz. Endi bultu rozitlik uy aramlarni bir tozalab oqatib, talani oqatib olsam, bizning mahallada Zulpiya deb bir cho'kan bor, men bilan taqdimatlik. Zulpi Tika deb qo'ymiz. Zulpi ismi Zulpi Tika deb qo'ymiz. Bu xotinning eri yo'q. O'zi hamda egiliklarni tiklab, ancha-muncha pullarni tepib, do'konlarni ichib, mesela kiyim-kechak sotadi. Endi mahallada ancha-muncha havas qilib qolamiz. Ey, bu nim bo'lgan odam, biz nim bo'lgan odam debchi selishtirib qoladiq ancha-muncha o'zimizni. Shu talan oqatvassam bu mayaqdan kelibla. Ey, bu nima jopon, nima zulm sana. Bu ömrüngde mishega, mush dunyoga, mush qulluq qilganlar, mush ayaning g'olchiligini qildiganga, bolalaringning g'olchiligini qildiganga keldingmi? Mush xotinlarning-chu, mushta kalvaliqidan mana jahan mushta o'kib bordi. Bu kallarni ishlat, o'zing uchun o'ylandigan vaqting keldi. Hozir men ikkimizning yeshi bir taqdimatlik. Sen opamdek bo'lib ketding, qara hozir terib, mo'maydek bo'lib ketding. Yiliq gaplarni o'ylab baqsam, to'g'ri jinim ukam. Ey, bu qanday qilmayamdi bu batusa, qo'saq ochidi, bu bolalar bor, endi xizmatini qilmasa qanday qilamiz desam. Ey, unda qilmay, kimning qo'sig'i olsa, hozir bu jonda qo'saq uchun yashaymiz. Qo'saq ichi yomon-da, har ko'ylarga salod deb qo'saq olsa bir nim qilib yalalaydi. Ularning ikki qo'li bor. Sen bir qulma bularga ishlab, pul tap, o'zing uchun igilik tikla. Aning qo'li qarab kelishni nisb qilmasin bir insonga. Nima qilsa sen tilamchiga o'xshash pul so'rab qashlab, o'sha odamning obro'yiga to'g'ri kelamda bir zid ishlarga obro'yiga o'zing obda o'ylab baqma gaplarimni men sen uchun so'zlayapman. Yo'q, o'ylab baqsam gaplarim to'g'ri bu sarangning degan gaplar. Qanday qilsam bular zulpey desam. Og'in kelgan nimani olamadi. Aprammasang to'chiq chiqib ishlayman, o'zim ishlab, o'zim pul tep olamadi. Unimiz ajrashmadi. Ketimni berdi. U hech qachon seni qo'yib etmaydi. Qo'yib etmaydi. Beshini og'irt. Vatilda. Saskandi. Ammo oxirida to'xtab turam, mushning zuvani ichilg'icha bo'lib qiptasam qipirib, beshim og'irmisina degan ko'yga tushdi bu am. Og'ir mingisni ye. Ajrashma, xitimni berdi birim desa. Ushta qilsam bo'lamda? Bo'ladi. Bugundan boshlab istaldi. Shuni bilan yeriq uylarni men oqatmadimmi, terik kollamni kirib olib ish. Tursam bu aketli tomoq etmabsal dedi. Ey, men bu beshing aytgan bu uyning avval tursam, uyoqatam deb tomoq etam deb jidani boshildim. Boshlabdi shuninglar, "Mama, kiyimlarni epamsan, ajrashma seningdir" dedim. Epamayman dedi. "Amsi ishlab pul topaman" dedi. "Ishlatmayman" dedi. "Ajrashma, xitimni ber, seningdek ayda to'ydim" dedim. Unda qilmadim, yolverdi. Yolverdi, ipray dedi oxirida. Bu qanday olib qoldi bu? Oqdi bu amali. Xili eqib qoldi chunki ukam bu amalchi. Shu ipray ma'qul dedi. Shu kechlik yetib qoldik. Shu bugun kechda shuni yinimga kelib quchoqlab meni. Xotin, bo'ldi, ipasam bo'ldi. Sen bu turmushing deb japa tatvatsa, bo'ldimi ipray? Lekin bu bir yanzil olib qoldi. Bu nima ishlar olib ketib bordi? Bugun nima bo'ldi sana degandi. Mashtam zulpey mashtam dedi. Ben o'zimning egiligi o'zim uchun yashamasam bo'lmaydi. Men bir qulimsam, men qirib momayda ko'p ketdim. Zulpi o'z qarapqa yop pes qizlar aytdi. Zulpi tika, ana zulpi. Men zulpidek bo'lib girimlar chiroyli shundan bo'ldi ket. O'zimni asrayda. Bu biz ko'chaga chiqsiz dedim. Bisam bo'ldi xotin deb fula qoldi. O'tsi juraga bozor chiqib keyin ipronsab atamay dedi. Pripati do'stim degan desa atamay dedi. Acışma etsem boptu dedi. Ben acış gitme. Sinanlar 3 payman. Ağlatarsa gitmemle desem. Acış şeyli boptu ben seni koyuntay dedi. Sinanlar talağı jüret Zulpi'ni oyukladım. Hoşunda mısın? Zulpi desem. Ama yerim acışma boptu koyuntay seni deydi. Qanday qilmamdi desem. Vay korkma. Eş xalq işlarning qiyshiq beribdi, qo'l qo'ymay yeni keldi. Ajrashmas boptu desang taklif poyitib atdi. Seni qo'qaq sivatdi sana dedi. Распаться, раз dedi.
Ajırassak ajırışaylı dedim. Şuralı kalkışlarını kaşık verip. Valla kolunu koyup kolu koya dep bana iştirip bir vatıdı. Hey! Ben seni valla ajırış kessem yılınıp bassam ben sen bile öğütmay ben çıma dedim yana. Sen ajırasam ajırıştım. Ajırışma seni valla bugün dedi. Şunun numuz küçüm gitti. Kep gitip şuralı kolunu koyuverdim. Ajırış gitti o tarafka. Bana ulan. 7-8 ay oldu. Neç telefon baktım. Dedim İrem. İyimizi tutayım. Sizin çekilip gittim de. Nece dedim. O da biti. Çok lama badi. O da biti. Fakat onu bay vatı da dedim. Fakat dedim. Vay nimdeydi o akımız. Nimi bunumaydık ya desem. Senin menan virüsünüptü. Uzulup gidigen tike. Jalap o. O seni azdırıptı. Virüsünüp gitti menan. Sen endi xotin bolamaysan. Sen bilen uyutsak bolmaydı. Sen virüs sen. Sen ilgirdi virüs. Ma bizimlerin kuyat ketdi meňelerin. Sen adam bolmaysan sen buzuldun deydi. Unda dibak. Ben virüsni juyalayman. Ama endi zulpi bilen iyileşmeyman desem. Onu bidi fakat unutmay vatıdı. Çoğla berip dep bakdi. Onu bidi dep jığlap kıyamet kıçıp bardamadımız. Hede ciddileşmeň. Siz oňuş aldınız mı? Aş virüslarni juya aldınız mı? Judup. Menin tatık erip. Umak eripdi. Bir ketem da penci prati. Ada çaydı bir ketem bozumu. Fogo kallaga prati. Kollarımdan açta bakın özlemden etkisi var. Uyumda tutun hemen. Uyumda tutkun var. O zulpi diken calap. Bir de azdırıptı emes bu. Azdırıptı. Canım beni bir tutuldurma. Jığılıma canım eda jığılıma dedim ben. Jığılıma. Buldum ben bir peyze filmden birini tatıp ben bir yollap bakay. Yolçunun ismi nime canım eda desem. Ablikim. Bilang ablikimim. Buldu be. Ablikimim ka bir film tatay. Ablikim ka. Xotnun özgürüptü. Adam boptu. Viruslarning hammasi juyitibdi. Sen bile uyut kısvaka. Ballarini jitib qilma. Uyun tutkun aka. Gepimni angla. Meni mashinada izlab kep, mashinada demak ters kep. Uyunglarni tutinglar, ha? Uyung tut uyungni.